Shukurlarda yuragim boshqacha uryapti. Ayasi! Labbay dadasi. Bugun taksichilik zo'r bo'ldi. Kayfiyatim a'lo, keling baqa. Voy, mengami? Sizga, ayasi, bundan battariga loyiqsiz siz. Rahmat dadajon, xursand bo'lib ketdim. Dadasi, kayfiyatingiz yaxshiligida aytib oling. O'rtoqlarim bilan gap o'ynagan. Sizni tushundim ayasi. Mana 1 2 3. Gapingizga, xo'pmi? Voy, Endi aylaning-chi. Voy, taksichini xotini degan nomingiz bor. Bunaqa bir xil ko'ylakda yurmang ayasi. 1 2 3. Buni ko'ylagingizga. rahmat. Buni gapingizga yo'l kiradi. Voy, rahmat. Buni 200 qoningizga. Buni ham nimadir qiling sizga ayasi. Dadajon, rahmat, pullaringiz ko'p bo'lsin. Ovqatingiz tayyormi ayasi? Tayyor. Sizing bir yeylik. To'xtang, dadasi. Ayamlar 3 kunga mehmonga kelmoqchi edi. Kelsa bo'laveradimi? Nima deganingiz? Bu qalbimda chechagi. Kelishaversin, mehmon qiling, aylantiring Toshkentni. Ayam men ham, ayam siz ayasiz. Yuring ayasi. Ko'z tegmasin. Onangni emmagini. Ayasi! Ayasi! Labbay dadasi. Suzulurmi? Xotin kalashga o'xshab, bor kechay bergan pullarimni olib moshinam buzilib qoldi. Gapim, ko'ylak olmoqchi edik. Va gaping bilan ko'ylagingni onangni emmagini pishirib yeymanmi? Moshinam buzilib qoldi. Senga aytsa tushunasan. Gapim desang moshinam tushunadimi? Bor olib Xo'p, hozir. Dadasi, ayamlar yo'lga chiqib qo'yishibdi oma. O, rasa zo'robdi-da. Kakras ayalaring kelgandan keyin ayang bilan hamma narsani yig'ishtirdi. Ko'zimga ko'rinmay dab bo'yinglar. Tushundingmi? Onangni emgir gullima qilyapti bayda ayasi. Hozir dadasi, hamma erkaklarning ham birinchi xotini mashinasimi? Ayasi? Ketyapman. Eshitdingmi? Nomerlarga ism yozdirsa bo'lar ekan. Men ham Nodirbek deb yozdirib olaymikan, ha? Jinni pinni emasmisiz aka? Big'illatib qo'yaman. Qizil yondi uni, peshoqqa o'tyapti. Iye. Bitta qishloqda ikkita Nodirbek bo'lsa nima bo'larkin, ha? Aka, qizil yondi deyapman. Garangmisiz, kassoymisiz? Onasini emsini, mashina ham minib bo'lmay qopti. Chingalchiga o'ynab yutgan. Ha, o'ldirib yuborish. Boshina minma. Baqa kelgin, onangni emgir. Boylarning mahallasida yurib qopsiz, uka. Ko'chani sotib olganmisan? Nima signal chalaverasan? Aka, beparasatmisiz? Nima sariqni to'xtab oldingiz? Sariqda gaz bossin degan joy bormi? Qizil bo'ldi, onangni emgirdi bolasi. Biz ham yuraylik. Yur! So'zdan nima laqabing? Ha? Chigitganmi sakrab o't, jon uka? Men qachon ko'karaman? Bunaqada o'zingni bosib olishkin. Qayga shashilyapsan? Marafon o'ynayapsanmi negrlar bilan? Payga o'ynayapsanmi? Chaykami bu? Nexi uchun jon uka? Oy, namuncha shang'illading, kal. Men shang'illadim hali. Kelganingdan beri pop etib cholarmisan, ha? Cholarmisan? O'zi hayotda kasbing nima, jon uka? Men aka O'zbekiston bo'ylab gazon ekaman. Cho'l joylarini bog' qilaman. Xullas, ora-orada o't tishini qilaman. Voy o't bashara. O'zi turishingni o'tga o'xshab turavding. Libo joyda o't tishini qilib ketsan kerak hammaga. Ya mayli, yana archa ekaman. Sug'orish sistemasini noldan qilaman. Landshaft dizayn qilaman. Voy bila, bu ham menga o'xshab jinni ekan, ko'r-ko'rdi qorong'ida top. O aka, men sizni tanidim. Ana u qachon ko'karaman deb yurgan akasiz, ha? Davay peshanangizga yam-yashil gazon tortib beraman. Bittada ko'karasiz. Mana shu gapni bekor aytding. Endi big'illatmasam erkak emasman, baqaka. Ma. Ya, yoshdan big'illat ekan. O'tin chiqarib qo'ydi. Yo'lni bo'shat, yuri, tormiz. Muncha bilsan, dibas qisib tuyyaman hozir. Ovqat qilmadingmi? Yo'q, qilmadim. Ha, bo'pti, bir narsa zakaz qilib olarman. Ashna qiling. Ayasi ovqat qilmadingmi? Yo'q, qilmadim. Qorni ochib ketdi, tur qarab turaman. Ayasi ovqat qilmadingmi? Yo'q, qilmadim. Tur, ayol kishimisan, molga o'xshab o'tiraversan bo'yanib, tur. Big'illataman hozir. Erkalaysanlar. O'zimiz ham joy oshirib yuboramiz-da. Ashna qilib erlarimiz urushib turmasa qilmaymiz. Ayasi! Pishyapti dadasi. O'zi men biznesmenman. Rasa katta
katta bizneslar qilaman. Sayohatlarda, aylanishlarda rosa yaxshi ko'raman Shahnozaxon. Rostdanmi? Ha, erkak bitta gapiradi-yu. Aka sous berib yuboringlar, iltimos. Aha, so'z? Restoran ochdim yangi. Ashida murskoy chichivichi yetdim, sousini bermabdi. So'kib qo'ymasam bularni Shahnozaxon. O'zi Nodir aka, men ham rosa to'q oilada o'sganman. BMWni ustiga bergandim, kibrni sindirish uchun taxoda yuribman. Baxt oddiylikda-ku, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri Shahnozaxon. Va ertaroq qa dedingiz, uzukka ko'z qo'yganda emasmiz bir-birimizga. Nodir aka, qachon ko'rishamiz? Yo'q, meni hozir amerikalik investorlar bilan ko'rishim bor. Sirasi ularni kuzatib olay, ko'rishamiz Shahnozaxon. Assalomu alaykum, Yunusobatga, barbekue trio dostavkaga. 10 minutda chiqadi. Bo'ldi aka. Shahnoz, bada nima qilyapti Shahnoz aka, meni yashiring. Nodir aka? Nodir aka, nima kiyib olgansiz? Ha, boyvachcha, qo'sha-qo'sha bizneslarim, mashinalarim, restoranlarim bor degansiz. Qani o'shalar? Oddiy ishchi ekansiz-ku. Baqir-chaqir qilib odamni sharmanda qilavermang Shahnozaxon. Kibrni sindirish uchun men ham shundan yuribman. Yo'q, siz o'z sayohat qilishni yaxshi ko'raman deb to'ppa-to'g'ri aytgan ekansiz, dastavchilik qilib har kun mahallama-mahalla. Yigitlarga ham hayronman, yolg'on gapirib nimaga erishadi bilmayman. To'g'ri meni. Voy, yangi kelgan o Farrosh qizimiz qani? Shahnozami, Zulfiyami, kim edi? Keldim shetdaman. Nima qilib gaplashib turibsiz? Tezroq kirib ishingizni qiling. Aha, bo'ldi boshliq. Hozir kiraman. Yolg'onchi, qaytib ko'zimga ko'rinmang. Onang nemgir. Ko'r-ko'rdi qorong'ida topdi-ya. Shahnozaxon to'xtang-da.